ko'rganimizdan mamnunmiz. Rahmat. Alisher aka, aytingchi, 2019-2021 yillarda moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, asrash, ilmiy tadqiq etish, targ'ib qilish va ulardan oqilona foydalanishni tubdan takomillashtirish bo'yicha yo'l xaritasi bor. Aytingchi, ushbu yo'l xarita doirasida nima ishlar amalga oshirildi? Respublikamiz hududida juda ham ko'plab moddiy madaniy meros obyektlari mavjud. Ularning ko'pchiligi me'moriy obidalar hisoblanadi. Hozirgi paytda ularni saqlash, foydalanish hamda muhofaza qilishga doir bir qancha amallar bajarilmoqda. Bulardan aytadigan bo'lsak, hozirgi paytda qadimiy yodgorliklarimizni to'liq va unumli foydalanish maqsadida ularning foydalanishini yoki muhofaza belgilarini o'rnatish, shu bilan birgalikda ularning muhofaza hududini belgilash kabi amallar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari ularni muhofazasi bo'yicha aholi o'rtasida keng targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Birinchi navbatda ommaviy axborot vositalari yordamida, gazeta va jurnallar orqali mana shu keng xalq ommasiga targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda yana aytishimiz mumkin, madaniy merosimiz juda ham bizga qadrli bo'lganligi sababli aholini, bizning fuqarolarimizni tubdan yoki yoshligidan buning qadr qiymati yuqori ekanligini uqtirib borish uchun maktab yoshidanoq ularga targ'ib qilish ishlarini boshlaganmiz. Har bir maktabda mana shu o'zlariga yaqin bo'lgan hududlardagi madaniy meros obyektlari bilan tanishtirish, arxeologiya bo'lsin, xoh me'moriy yodgorliklar bo'lsin, albatta ular bilan tanishtirib yoki bizning tariximizda ularga o'qitib borish ishlari amalga oshirilyapti. Alisher aka, mana siz yuqorida ta'kidladingiz, aholi o'rtasida shu tushuntirish ishlari olib borilmoqda dedingiz. Aholi tomonidan aynan madaniy meros obyektlariga bo'lgan bepisandlik, hurmatsizlik qilish jarayonlari nima uchun bunday bo'lmoqda va qaysi viloyatlarda ko'proq ushbu holatga ko'zimiz tushadi? Bu jarayon yoki bu hodisa albatta har bir viloyatda uchrab turadi. Sababi har bir viloyatda ham turli fikrga ega bo'lgan yoki bizning tariximizni bilmaydigan holatlar mavjud. Shuning uchun ham ayrim holatlarda mana shunaqangi noo'rin hodisalar vujudga kelib turadi. Bunday hodisalarga qarshi albatta bizlar hozirgi paytda keng miqyosda tashviqot, targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Ayniqsa mahalla, ya'ni o'z-o'zini boshqarish organlari bilan ishlab kelyapmiz. Mahalliy hokimiyat organlari bilan ishlayapmiz. Ulardan har bitta obyektni, me'moriy yoki arxeologiya yoki boshqa turdagi obyektlarni saqlash uchun har bitta obyektga jamoatchi inspektorlar biriktirib qo'ymoqda. Buning asl maqsadi o'sha aholiga me'moriy yoki arxeologik merosimizni mohiyatini to'g'ri tushuntirib berish. Bizning tariximiz, madaniyatimiz va ma'naviyatimiz ekanligini tushuntirib borishdan iborat bo'lib hisoblanadi. O'ynab o'tiribdi. Ko'plab uchrayotgan o'sha noo'rin hodisalar kamayayotganligini ko'rishimiz mumkin. Aytingchi, jamoatchi inspektorlar oylik olmasdan turib jamoatchilik asosida ishlab qanday bir yuqori natija berishi mumkin? Jamoatchi inspektorlar birinchi navbatda o'sha o'zi yashab turgan hududdagi mas'ul tayinlanadi. Ular mana shu meros obyektlarida o'zini tomosha qilyapti. Mahalliy hokimiyatga yoki madaniy meros departamentining hududiy boshqarmalariga o'z vaqtida xabar berib turadi. Mayli. Natijada biz har bitta obyektda o'z vaqtida o'sha xabarlarni olishga muvaffaq bo'lamiz. Juda katta ahamiyat kasb etadi. Sababi o'sha o'z vaqtida yetkazilgan xabar o'z vaqtida chora ko'rishimizga olib keladi. Demakki bir bo'lib hisoblanadi. To'g'ri, siz aytganingiz. Bu yerda biz 100% ko'rsatkich ko'rsata olmasligimiz mumkin. Lekin nisbatan avvalgi davrda masalan jamoatchi inspektorlarimiz yo'q edi. Biz o'sha bo'layotgan madaniy merosga nisbatan bo'layotgan xatti-harakatlarni ba'zi paytda bir oy yoki bo'lmasa bir necha oy keyinroq xabar topardik. Hozir esa o'sha xabarlar bizga tezroq yetib kelyapti. Mana shunisi bilan avvalgidan farqli.
Alisher aka, yana bir savol bilan sizga murojaat etsam, UNESCOning madaniy meros obyektlarini himoya qilishi barobarida shu holatda bir bahsli vaziyatlar ham mavjudmi? Bu o'rinda aytib o'tishimiz mumkin, O'zbekiston hududida UNESCO umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan 4 ta obyektimiz mavjud. Bizda hozirgi paytda bir tez rivojlanish jarayoni kechmoqdaki, bu o'z navbatida o'sha UNESCOning umumjahon merosi ro'yxatiga ham ta'sir qilmoqda. Bulardan aytib o'tadigan bo'lsak, o'sha shaharlarimizda, ayniqsa tarixiy shaharlarimizda yangi qurilishlarning bo'lishi. Bu tarixiy shaharlarni biz UNESCO umumjahon merosi ro'yxatiga aslligi va butunligini saqlagan holatda saqlash majburiyatini olgan holda kiritganmiz. Hozirgi jarayon esa rivojlanish jarayoni. Shu nuqtai nazardan o'sha muammolar vujudga kelishi tabiiy hol deb hisoblayman. Bu jarayonda hozirgi qilayotgan ishimiz bizning milliy qonunchiligimizni o'sha UNESCO umumjahon merosi yoki UNESCOning konvensiyalari bilan implementatsiya qilish jarayonini olib boryapmiz. Albatta bu jarayon moslashtirish jarayoni, ya'ni moslashtirish jarayonini amalga oshirsak, qonunchiligimizda bu borada muammo kamroq bo'ladi. Yana shuni ta'kidlashimiz kerakki, o'sha muammolarni bartaraf etish uchun hozirgi paytda jadal bir ishlar olib borilyapti. Chet ellardan, xorijiy ekspertlardan biz taklif etyapmiz o'sha yerga kelib muammolarni o'rganib, shu bilan birgalikda bizning mutaxassislarimizni ham o'sha muammolarga qarshi kurashish uchun tayyorlab boryapti. Bu ham demak hozirgi paytda tez orada bir o'z yechimini topadi, muammolar kamayadi degan umid bilan qilinayotgan ishlar. Alisher aka, mazmunli suhbat uchun sizga tashakkur aytamiz. Studiyamizga yana bor xush kelibsiz. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Nima deb ketdi?